sizlarga nistelli instrument va stilli instrumentni ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana bu instrumentim sterlanmagan, ishlatilgan. Hali sterilizatsiya qilinmagan. Mana endi sterilizatsiya qilinganini ko'rsataman. Mana ko'rishlaringiz mumkin, bironta koja qolmaydi. Mana shu top-toza bo'ladi. Bu после sterilizatsiya qilingan instrument. Ko'rishlaringiz mumkin, bitta ham eti yo'q ichida. Mana endi farqi mana o'ng tomondagi instrument sterilizatsiya qilinmagan, chap tomondagi instrument sterilizatsiya qilingan. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin, ko'rinadi. Oq bo'lib ajralib turadi. Shu uchun sterilizatsiyaga ehtiyotkorlik bilan qaranglar. Sababi sterilizatsiya birinchi ochilib bo'lishi kerak, чтобы kasallik orttirmaslik uchun. Hammaga tavsiya qilaman shuni, sterilizatsiyaga ogoh bo'ling.